Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Akajon qayerdansiz? Surxondaryodan. Surxondaryoning qayeridan? Surxondaryoning Uzun tumanidan. Surxondaryoning Uzun tumanidan akam keldilar. Mana zakaz qilganingizga necha kun bo'ldi? 4 kun bo'ldi zakaz qilganim. Chiroyli qilib taqlab berdikmi? Albatta, hamma. Narx-navodan ko'nglingiz to'g'mi? Narx-navolari zo'r. Necha pulga qilib berdim klientlarga, obunachilarga qiziqda? 9,5 millionga. 9,5 millionga farqi ustanibkanlar bilan qilib berdim. Farqlari bilan hamma uskunalar. Orqasini bitta ochib ko'rsating. Mana klient aytgandek qilib chiroyli qilib yasab berdik. Mana shunaqa qilib mana shunaqa qilib berdik. 1.40 ga 2.40 shivilerda yasab berdik. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa, adres Samarqand viloyati Jonboy tumani. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsak, 94 dan 119 4090 ishlab turadi. Telegram, WhatsApp bo'ladi. Mana shivilerda, mana shiviler tagini holatlar amazatr risol bo'ladi. 15 lik yaxshi balonlardan qo'yib berdik. 1 tonna 600 lik zamoqlardan ham qo'yib berdik mana. Mana 75. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa, adres Samarqand viloyati Jonboy tumani Unzot Manzotda o'tgandan katta trassaning ustida mana. 1 mostni, 2 mostni tayyorlab ham beramiz. Tayyor prinsiplarimiz ham bor. Mana Surxondaryo, Qashqadaryo aktiv bo'lib turibdi. Like, kommentariya yozasizlar, bizlar ham shunga qarab